Xayrli kech. Xayrli kech butun dunyodagi barliq vatan söygan, millat söygan qarindoshlar. Men Erkin Ro'zdan sizlarga xayrli kech va xayrli kunlar tilayman. İşlaringizga o'ngishlik va xotirjamlik tilayman vatandoshlar. Men yana oldinglarda o'tgan qata men ish qilishning oldida men Didak Ezora filmidan azroq bir ko'rinishlarni elib ko'pchilikka mushahlarda so'zlab o'tgan. Ham ko'pchilik qarindoshlar shunda degan, menkilar qata shu Didak Ezora filmini ariyaga elib turib, Uyg'urlarning bugungi qulluq ahvoli, Uyg'ur millatining zaten umumiylik bir qulluq ahvolini bir qiziqarli qilib tushuntirib berman deb turib o'ylagan. Ham ko'pchilik qarindoshlarga ko'rib beqishni tavsiya qilgan. Degandek xil ko'p qarindoshlarimiz ko'rib men ishdan kelganim 3-4 kundek bo'ldi. Mushto'g'irliq bir parang qilay deb o'ltirsam, qarindoshlarimiz menga dedi endi. Erkin bu tashqi dunyoga chiqqan qarindoshlarning hammasi Uyg'ur va shu Uyg'ur davlatidan kelgan barliq insonlarning hammasi aran biz bir degan qulluqdan qutuldik biz. Shu qulluqning gapini qilma biz deb mushundaq bir xotirjamchilik hayotda yashayotganligining kayfini surayotgan mezgilning o'zida sen deysangmi jiq xo'shaqmasmikin deb shunda deydi deganda o'ylab baqsak haqiqatan shundaq keldi. Ilgari biz vatanda yashayotgan vaqtning o'zida biz oliy maktabda o'qiyotgan vaqtning o'zida biz do'st birodarlar 5 yil bir yotoqda yetib o'qigan bolalar odatda oliy maktab o'quvchilari birodati bir qon qarindoshga o'xshash bo'ladi. Ham o'qishni bitagan chaqning o'zida bir-birlarini yig'ilishib xo'shlashadi endi. Shu do'stlarimiz bilan paranglashgan vaqtning o'zida biz shu Didak Ezora filmlari bo'lsin, Uyg'urlarning hayot to'g'riliq muzokara qildik. Qilgan vaqtning o'zida masalan cho'ng shahardan kelgan qarindoshlar hammasi o'tirib o'ziga jiq tan ololmaydi endi. Nima ish qiladigan chaqda qulluq masalasini degan vaqtimizda bu qandoqsiga bugungi kunning o'zida qulluq desa shu janubdan kelgan maylamchilni ishlayotgan odamlar ko'z oldimizga quldek ko'rindi. Shu qulluq desa shu janubda o'tirib o'shada yezda 360 kun so'qni so'q issiqda ishlama deb ishlayotgan odamlar ko'z oldimizga kelib deb shunda deydi. Bu demak bu tashqi dunyoga chiqqan odamlar selishtigan vaqtimizda bu qulluqni o'zining qul ekanligini unutib ketgan insonlarga hamda biz yana qulluq haqida so'zlasak demisimi biroz bir yarashmaydigandek, xo'shaqmaydigandek ko'rindi endi. Buni ko'rgan vatandoshlarimiz nayt yaxshi xulosani chiqadi demisimi haqiqatan Ezorani hech qanday bir odam shu Graf Almeydaning uyida cho'ng bo'lgan qul Ezora o'zining qulligini 360 kun shuningdan saskindiganligini biz ko'rdik haqiqatan. Demisimi Ezora o'tirib boshqa Graf Almeydaningki xo'jayinlar, boshqa boylar kelgan vaqtning o'zida pianino chepirishga har qatim taklif qilgan vaqtning o'zida o'zining shu Ezoraninki qo'l turug'liq qulligini his qilgan Ezora chiqib pianino chepagan vaqtning o'zida o'zining nayt afsuslanganligini, ya'ni boshqalarning ko'ngil achish bir materialiga, quroliga aylanganligini so'zlaydiganlik reallik haqiqatan chiqdi ekan. Lekin bizning xalqimiz bo'lsa bugungi kunimizda qulluq degan vaqtimizda shu Graf Almeydaning uyida pianino chepirayotgan Didak Ezora qulni Ezorani o'zini bir qul deb hisoblay olmaydigan, xuddi etizda ishlayotgan shu qartalliklarni qul deb ishlaydigan, hisoblaydigan bir kayfiyat bor deb kayfiyat bor. Shunday bo'lgandan keyin bu masalaga kelgan vaqtimizda erkin jiq so'zlashning hojati yo'qmikin demisimi shunda qamdi vatandoshlar. Mening tavsiyalarim shu vatandoshlar hamda mayli Graf Almeydaning uyida cho'ng bo'lgan Didak Ezora bo'lsin, qattiq ish emgakni qilmagan Ezora bo'lsin qul va etizda kenazlik etizda ishlayotgan ekinzorlikda ishlayotgan qartalliklar bo'lsin o'xshashli qul faqatla qilayotgan birisi jismoniy emgak qiladi, birisi o'tirib shu boylarning Didak Ezoraga o'xshash boylarning ko'ngil ochqinimi qul endi. Shunda bo'lgan vaqtimizda biz yezda yashaganlarimiz bo'lsak bo'lsin, shaharda yashaganliklarimiz bo'lsin, faqatla biz o'zimizningki har qanday vaqt qul ekanligimizni unutib qolmasligimiz kerak deganni men ko'pchilikka tushuntirib bir astoydil jonliqlar yo'ritib qo'ymoqchidim. Bu temini shuning bilan ko'pchilikning so'zi bilan men oxirlashtirdim desam bo'ldi. Bu to'g'riliq men kirmay, yana tavsiyalarim shu haqiqatan vatandagi millatimiz, xalqimizning qul holati ekanligini
Xitoyning bir qul ekanligini bilishni xohlasanglar, tushunishni xohlasanglar, endi Didak Ezora filmini bir yaxshilab ko'rib yiqishinglarni umid qilaman. Ham bolalaringlarga shu filmni ko'rsatish orqali millatimizningki bugungi mushu madaniyatli dunyoning o'zida Uyg'ur millatining shunday bir qulluq ichida yashayotganligini bolalaringlarga ko'rsatib so'zlab qo'yishinglarni umid qilaman vatandoshlar. Bu temi katta Ezora haqida men so'zlamay. Endi bugun meningki so'zlaydigan temam vatandoshlar, dunyodagi vaziyatlarni deb kelsak, o'zingizlar yaxshi bilasizlar, mendan yaxshi xabarlarni har tur kun WhatsApp to'plarida bo'lsin, bir-biriga uchayotgan yangi xabarlar, kelayotgan xabarlarning hammasiga qarasak, bu vatandoshlarimiz asosan dunyoda bo'layotgan ishlarni tez yaxshi egallab o'tibdi desak bo'ldi. Ham undan boshqa har ko'pchiliklar har turli mediada so'zlayotdi. Shuning uchun men dunyoda bo'layotgan ishlarni alohida bir yangilik bo'lmagan ekan, bu yangiliklarni balkim bo'lganda, ammo men hammani ko'rib bo'lmagan ekan, bu to'g'riliq men temalarga kirmasam, kirmay, so'zlamay, davomli o'rganishinglarni, izlanishinglarni tashabbus qilaman vatandoshlar. Endi bugun qarasak, vatan qarasak do'stlarimiz bir videoni yo'llabdi menga. O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlar o'tirib, mana shunday bir videoni so'zlabdi. Ya'ni bir O'zbekistonlik Muratjon, meni ismimni qilishcha Muratjon ismli bir O'zbek qarindishimizningki Uyg'ur davlatiga berib, shu o'zbeklarni ziyorat qilish jarayonlarining o'zida bir kulkilik ba'zi masalalarni o'tirg'i chiqirdi. Ya'ni buningda asosliq yurt bermoqchi bo'lgan temisi hozir men 9 minutlik bir videosini ep qo'ydim. Shu o'zbeklar bilan suhbatlashgan jarayonni ep qo'ydim, buni ko'rsatdim. Bu Muratjonning asosliq yurt bermoqchi bo'lgan temisi shu Uyg'ur davlatidagi o'zbeklarni ziyorat qilish jarayonida yurt bermoqchi bo'lgan temis qaysi degan chaqda har yerda deydi. Shu Amerikaningki BBC bo'lsin, CNN bo'lsin, butun xabarlarning o'zida Uyg'ur deb turib shunday boshqa vaqtning o'zida bu yerda Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi butun mediada bo'lsin, BBCdan tatib butun dunyodagi cho'ng xabarlarda Amerika ovozidan tatib bu Uyg'urlarni erkiy qirg'inchilik qilyotdi, yo'qotyotdi, din falan bu kundan shundaq hamma narsalardan mahrum qilyotdi deb shunday deydi. Shuni men o'z ko'zim bilan ko'rib xalqqa taqtish uchun deb endi yolg'onchilik yasaydimdi. Men Uyg'ur davlatiga keldim, ya'ni Xinjiangga keldim. Bu yerda ziyorat qildim deb turib, qolgan ziyoratlar bor. O ziyoratlardan ko'rsanglar Muratjonninki masalan Qashqarga berib Anjan ko'chasi degan ko'chalarni ziyorat qilish jarayonlarini ko'rsatdi. Ko'rsatib u yerda o'tirib bir ko'chani ziyorat qilgan vaqtimizda birmi o'zining o'zbeklarini topolmaydi endi. Topolmay ko'ngli yerim bo'lgan asosda boshqa yerlarning hammasini ziyorat qilib, eng oxirida vatanimiz Uyg'ur davlatining Uyg'ur jumhuriyatining ma'lum bir rayonidan bir 10-15 ga yaqin o'zbek qarindoshlarimizni tepib, shular bilan ep bo'lgan suhbatlar jarayondimi? Yana shu savolni so'raydi shulardan. Shu Amerika g'arb dunyosiningki BBCdan tatib axborot o'rinlarida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligidan turib chiqadi. Ammo shundaq narsalar bormi yo'qmi degan vaqtimizda o'zbek qarindoshlarimiz bundaq narsalar yo'q. Bu Amerika g'arb dunyosi yana o'xshashlar o'ydirib chiqarayotgan bir masala deb turib shunday deydi. Hay, go quel terrier. Du c'est pas moi. God kväll till er. Nu jag snackar om hemlandet med om Uyghur. Du vet som den tidigare vi pratat om den kinesare etnisk rengöring uigurska folk. Nu jag snackar om den. Shu aşı gaplar o'tirg'i chiqadimdi. Demakchi bo'lgan xulos qaytisi degan chaqda bu Muratjonninki shu g'arb dunyosi BBCda dunyo taqiliyotgan, ya'ni erkiy qirg'inchilikni qo'llayotgan g'arb dunyosiningki bu tashviqotini yolg'onga chiqarish ekanligi turdi endi. Vatandoshlar. Biz xabarlarda bor, masalan bir hafta avval ish hafta bo'lib qoldi. Shu bir turkum Latavash davlatininki bir turkum Latavashlarni Uyg'ur davlatiga olib aşağıda ularni ziyorat qilg'izgan bo'ldi. Amaliy jarayonlar bilan ziyorat qilg'izgan bo'ldi. Bunaqa millatimiz nihoyat yaxshi, qattiq, yaxshi ovoz qo'shdi. Ovoz qo'shib millat o'rnidan turib, hamma yerdan chiqib, sening deyotgan gaping yolg'on deb o'tirib, diniy qarindoshlarimizdan tortib, hammasi chiqib o'rtaq bunaqa qarshi turib,
sening u yerga borgan ziyoratlarning hammasi bir yasalma ziyorat, Uyg'urlarga shunday irqiy qirg'inchilik bor. Ha sen Xitoyning depin chelayotsan deb o'tirib, hamda dadixonasiga yetkizgidek o'tirib, tillarda o'tirib buningki adivini dekkisini beryapti desak bo'ldi vatandoshlar. Tushunyaptimi? Men shu ziyoratga borgan latuvashlarningki Xitoy g'olchig'ini qilayotganlarga bu millatimizning aktiv mushundaq jonliq o'zi bildigan barliq tillarda hatto guruh bo'lib buningga qattiq radiya qaytganligidan ko'p xush bo'ldim. Siyosiy millat mana mushundaq bo'lish kerak vatandoshlar. Xitoy bizga media urush qo'zg'ab, mediada sening deyotganing yolg'on degan ekan, bizmi sening qilayotganing yolg'on deb o'tirib bu tashviqotlarni qilganimiz to'g'ri vatandoshlarimiz. Mening mush deyotgan so'zimni dunyodagi nurg'un tillarda o'tirib tarjim qilib turib ko'rdi. Shu o'z ona tilimizda bergan shularniki vatanni ziyorat qilish jarayonidagi yolg'on ziyoratlarga radiya Uyg'ur tilida bersangiz, qanday tilda bersangiz, buni o'tirib dunyodagi bizning maslimiz qiziqayotgan o'g'rilar bo'lsin va yoki dushmanimiz bo'lsin, hammasi buni tarjim qilib turib ko'rdi vatandoshlar. Shuning uchun sukut qilishning o'zi jinoyat vatandoshlar. Biz ilgir degan sukutni qilganlikning o'zi moyati va Xitoy hokimiyatiga advokatlik qilganlikdan boshqa narsa emas degan. Siyosiy millat mushundaq bo'ladi, davomli inkos qaytarishimiz kerak. Bu davoyimiz, bu ishlarimizda bundaq masalaga takror yo'l qilib turamiz. Buni tipik bir misoli hamda u latuvashlarga qattiq javobni berib turgan vaqtning o'zida hamda bu O'zbekistondan Murodjon degan o'tirib Uyg'ur davlatini ziyorat qilib hamda Uyg'urlarda shundaq irqiy qirg'inchilik bormi yo'qmi degan narsani Uyg'urlarning og'zidan olamaydigandi. Shundaq bo'lgandan keyin vatanimizda ozdir ko'pdir bor bo'lgan 15 minglar 16 ming atrofida bor bo'lgan o'zbek qarindoshlarimizning ishga kirish orqali hamda shularning tilidan zaten shundaq masalalar bormi yo'qmi deb o'tirib shularning tilidan elyapti vatandoshlar. Yadinglarda bo'lsa vatandoshlarimiz biz ilgari doim takror deb kelgan qarindoshlar bizning bu 70 yillik davoyimizning ichida birdan-bir Xitoyning belini sundirib o'tgan davo Uyg'ur irqiy qirg'inchilik davosidir. Bu davodan aslo voz kechmanglar vatandoshlar. Xitoy bizni dunyoda Uyg'ur millatini terrorist millat deb o'tirib, mush orqali butun millatni xalqaradan yetim qoldirish orqali Uyg'ur millatini irqiy qirg'inchilikdan yo'qotishni iborat bu strategiyasiga qarshi millatimiz, xalqimiz irqiy qirg'inchilik davosini olib berish orqali Xitoy hokimiyatiningki yillardan birisi planlagan 50-60 yildan birisi planlab kelgan bu planlarning hammasini yer bilan yakson bichit qilib o'tgan edi vatandoshlar. Shu sababdan ana shunga javoban ko'rdingmi? Bir qism latuvashlarni u davlatlarga olib berish orqali bunda deganligi men bizning e'tiqodimizdagi insonlarningki u insonlarningki masalan buni tushuntirish bermasam o'zinglar bilasizlar vatandoshlar to'liq tushuntirish berib zerikib ketdik bu ishlarga. U bag'a insonlarningmi bizning dinimizdagi insonlarga nisbatan vakillik qilmaydiganligini biz yaxshi bilamiz. Shundaqdimi? Buningga biz yana tushuntirish berib qo'yaylik. Ya'ni ashlarni epadi buningga millatimiz yetarli javoblarni qaytargan bo'ldi. Endi kelgan vaqtning o'zida vatandoshlar bizning bu o'zbek degan qarindoshlarimizdan boshlabdi. O'ylab qo'yinglar vatandoshlar. Demak, biz xulos gapni desak, bizning 70 yildan beri Xitoyning belini bir qator o'tirib xalqaro jamiyatda ushtirib o'tgan, sundirib o'tgan davo Uyg'ur irqiy qirg'inchilik davosidir. Shu sababdan mayli qandaq banolar bilan, mayli qandaq sabablar bilan men bu davodan aslo millatimning voz kechmasligini yana takror chaqiraman vatandoshlarimiz. Vatanda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik bu Uyg'ur millatiga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik vatandoshlar. Bizning bu davoy ishlarimizda ba'zi keltirib qo'ygan taraflarimiz bor qarindoshlar. Biz buni takror so'zlab keldik. Ilgaridan tortib so'zladik. Yo'q, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni vatandoshlarimiz vatandan chiqqan masalan qozoq bo'lsin, o'zbek bo'lsin, o'zbek qarindoshlarimiz bo'lsin, qozoq qarindoshlar bo'lsin va yoki mo'ng'ulmi chiqdi va yoki tunganmi chiqdi, qanday chiqqan vaqtimizda Xitoyning tubki strategiyasi bu Uyg'urni yo'qotib etishgan, Uyg'urlarga ani qilyotdi, buni qilyotdi deb o'tirib shular shunchalik guvohliklarni bergan bo'ldi. Mush vaqtning o'zida biz shularningki fikrini nuqtasini asos qilib o'tirib, millatga o'ldirib bu yerda biz irqiy qirg'inchilikni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyotdi deydigan vaqtimizda bir turkum tuk yo'q saranglar chiqib, yo'q bu Turkistondagi irqiy qirg'inchilik deymiz. U yoqda sening qozoqing botsa, qirg'izing botsa, o'zbek, tojik, balon, bokoni, tungandan tortib har turli millatlar botsa, biz mushu davan deymiz, mushunda deymiz deb tushuntirib olgan tinglar vatandoshlar. Demak, sizlarniki o davatgan davoyinglarga endi bugun Xitoy hukumatı asta-asta o'zining javobini beryapti.
50 davlatning adamlar baqa vaqtimizda bundan yana yengilib ketdi. Xitoy yengildigini biladi. Shuning uchun endi bizning zaminimizda Uyg'ur davlatida yashayotgan o'zbeklardan boshildi Xitoylar. Bu yerdagi o'zbeklarni, ya'ni shu Xitoy o'zining og'zidan yengolmagandan keyin endi O'zbekistondagi o'zbeklarni Uyg'ur davlatiga opirish orqali bizning davlatimizda yashayotgan ashunda 10-15 ming sizlar xuddi to'shib ketgandek bir sonlarni deysizlar. Xuddi bizning zaminimizga qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojiklar to'shib ketgandek bir sonlarni deb o'tirib, ashunda gaplarni deb ketisizlar. Ana shu 15 minglar 16 ming atrofida bor o'zbeklarning ichiga O'zbekistondan kelgan Murodjon degan kishi berib, ashlarni ziyorat qilib, bayatin degandek gaplarni so'rgan vaqtingizda yo'q, bunda ishlar yo'q. Bu tashqi dunyodagi 3 xil kuchlarning ishi. Deb o'tirib, o'zbek qarindoshlarimiz ishadikilar shunda deydi endi. Demisimi ular shunda demisimi amal yo'q endi. Belgilab bergani aniq. Xitoy hukumatı bu yerda bor irqiy qirg'inchilik bodisi shu amal ish qilib jangalga kirdi endi. Turmaga kirdigini aniq. Shunda bo'lsa-mi ular o'tirib ashi gaplarni takror. Bu yerdagi xulosa nima degan vaqtimizda biz irqiy qirg'inchilikni boshdan tatib o'tirib Uyg'ur millatiga irqiy qirg'inchilik qilyapti desak, boshqa millatlarni bugungidek o'tirib isbotga tortamadik. Bazı qarindoshlarimiz yana takror degandek, boshqa nurg'un millatlar o'lyapti degandan bugun Xitoy hukumatı anda bo'lgan bo'lsa, sen deding o'zing o'zbekni qiryapti deding anda bo'lgan bo'lsa, men bu irqiy qirg'inchilikni yanami kichikiltish uchun, yo'qotish uchun anda bo'lsa, Uyg'ur davlatidagi O'zbeklarni O'zbekistondan kelgan o'zbeklarni ziyorat qildirish orqali men bularning og'zidan so'ziltay deb o'tirib O'zbeklarning og'zidan chiqarib turib, bu yerda bu irqiy qirg'inchilik yo'q. BBC, Amerika, G'arb dunyosining deganlarining hammasi yolg'on deganlarni deyapti. Yana sizlar o'zingizlar tilga olgandek ilgirdan tatib, ham uzoqamay o'tirib, mening bilishimcha tojiklarni ziyorat qildi. Yana Tojikistondan ma'lum bir tojik chiqib o'tirib, ashdan o'xshash O'zbekistondan bo'lgan Murodjonga o'xshash yana Tojikistondan bir tojikjondan birisi chiqib Uyg'ur davlatini ziyorat qilib, tojiklarni yig'ib o'tirib, mushunda xabarlar bormi degan vaqtida garantiya tojiklarga o'tirib yo'q deydi. Chunki tojiklar irqiy qirg'inchilik qilgani yo'q. Vatandagi 10-15 ming o'zbeklarga irqiy qirg'inchilik qilgani yo'q vatandoshlar. Sizlar o'zbeklarga ham irqiy qirg'inchilik qilyapti desang, dunyo o'tirib qumida kulib ketadi. Chunki 10-15 ming o'zbek irqiy qirg'inchilik qilamda. Uzoqqa qo'yib o'tirib uchun tatarmi chiqadi vatandoshlar. Brigadan bir tatarni tep chiqib Uyg'ur davlatiga bordi. Tatarlarning og'zidanmi irqiy qirg'inchilik bormi yo'qmi desa yo'q degan gaplarni oladi. Tunganning og'zidan oladi. Zade sizlar o'zinglar ilgari Turkistonda mushundaq millatlar irqiy qirg'inchilik uchrayapti degan millatlarningki vakillarini bizning vatandan tep chiqib yo'q, irqiy qirg'inchilik yo'q deganni tojikning og'zidan bizning vatandagi 15, 20, 30 ga o'xshash, balki bizning vatanda bo'lsa 5-6 ming tojik bor endi. Sizlar to'shab ketganda ko'zsizlar endi. Shularni o'tirib tojiklarning og'zidanmi, Tojikistondan kelgan tojiklarni bizning vatanga keltirish orqali tojiklarning og'zidanmi irqiy qirg'inchilik yo'q degan yolg'onni xalqaro soladi vatandoshlar. Tunganlarning og'zidan soladi buni degan ko'rsizlar. Chunki biz yuqorida so'zimizni deb o'tib ketdik ya, 70 yildan birisi bizning birdan-bir qilgan da'voyimiz irqiy qirg'inchilik da'vosi. Xitoyni xalqaro jamiyatda mot qilib o'tdik, sundirib o'tdik. Xitoyning butun hilmikarlarini cho'kirib o'tgandik. Endi buni o'ngtusiga tushib ketgan Xitoy endi qanday qilish kerak? Endi o'zimiz da'vogan ishchimizda manda millatlarga irqiy qirg'inchilik qilyapti deganlik uchun endi shu millatlarni tepib chiqib bizning vatanda bularni yo'q degizyapti vatandoshlar. Shuning uchun biz boshdan oxir ta'kidlab keldik. Irqiy qirg'inchilik Uyg'urga irqiy qirg'inchilik qilyapti. Uyg'ur genosid deymiz. Uyg'urlarga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik deymiz. Buni degan so'zimizning yanam o'tirib to'g'ri ekanligi turdi. O'yinib beqishinglarni takror yana o'yinib beqishinglarni umid qilaman vatandoshlar. Bu irqiy qirg'inchilik Uyg'ur bo'layotgan irqiy qirg'inchilik. 5-10 ming tojik bo'lgan bo'lsa, tojik irqiy qirg'inchilik qilgan bo'lsa deyli. Anda bo'lgan bo'lsa Tojikistonda davlat va ular o'tirib yo'qolib ketmaydi. O'zbek irqiy qirg'inchilik 15 ming bo'lgan bo'lsa, 15 ming o'zbeklar yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, O'zbekiston dunyolik o'zbekning millatining yo'qolib ketmaydi. Buni o'zbek irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmaydi. Qozoq deysanglarmi shu? Qirg'iz deysanglarmi shu? Bak o'sib 30-40 ming qirg'iz bor bizning vatanda.
Qaysini birisi o'tirib buni akirib olsanglar, Xitoy sizlarni mana mushundaq mat qiladigan gap. Xuddi Murodjonga o'xshash Ashadagi o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni, tatarlarni, tungallarni da'vo shivardan tatib o'zinglar devagan, qo'shib olgan millatlarning vakillarini chiqarish orqali bundaq irqiy qirg'inchilik yo'q deb shunda deydi. Ammo bir narsani deb qo'yay, har qanday bir Uyg'urni o'ltirib, tashqi dunyoning har qanday bir davlatdan berib, bir Uyg'urni, masalan, Qozog'istondan berib, bir Uyg'urni o'ltirib, Uyg'ur mahallalarga kirib, ya bu Uyg'urlarga shundaq irqiy qirg'inchilik qilyapti deydi, ishonamsizlar desa, garantiya beraman. Uni dunyoda hech qanday xalqni ishondiranmaydi. Ishondiranmaydi. Ammo Xitoyning g'avchiligi bilan qilib bu yerga berib Uyg'urlarni ziyorat qilyapti deydi. Xuddilik Bachilet Uyg'ur davlatiga berib Xitoy amaldorlarni ko'rishgan chog'da dunyodagi hech qanday bir axborotlar ishonmaganga o'xshash. Masalan, tashqi dunyoda ma'lum bir Xitoyga setilgan Uyg'urni bizning Uyg'ur davlatiga olib, Uyg'urlarni ziyorat qildirib, BBC'larda shunda xabarlar chiqyapti, Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik qilyapti. Sizlar qanday qaraysizlar Uyg'urlar desa, shu yerdagi Uyg'urlar berib bizda bundaq ish yo'q desimi, dunyo buni ishonmaydi. Chunki real faktlarning hammasini siz bizdan ortiq dunyo xalqi tepib to'plab bo'lgan. Uni Xinjiang hujjatlarida chiqdi, hamma narsada chiqqan. Shuning uchun qayil qilinmaydi. Shuning uchun biroz o'tirib xalqaro jamiyatni, masalan, BDTdagi son bo'lsin, har qanday jihatlarda bo'lsin, bu irqiy qirg'inchilikni ojizlatish uchun Xitoy hukumati buni ekan, mana o'zbeklardan boshlabdi, bizning vatandagi uzoqqa o'tirib qozoqdan boshlaydi. Uzoqqa o'tirib tojikdan boshlaydi, uzoqqa o'tirib qirg'izdan boshlaydi, uzoqqa o'tirib siz degan barliq millatlarning ichidan boshlaydi. Xato yeringizni tutib o'tirib, mushundaq o'tirib, onamoningizga, ko'zingizga o'tirib tiqadak qilib qo'yinglar. Şunu siyasette utilib qolmaslik uchun rostni rostlab turib mingishingiz kerak. Irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi. Yana takrorday. Vatandaşlar, men bu videoni ko'stay, ko'rib beqinglar, anglab beqinglar. Özbekçe bilan Uyg'urcha yaqin bo'lgandan keyin tushunasizlar. Hayotdagi siz o'g'ling hozir vizitdan aytdingiz, biz tomondan hech qanday muammo yo'q. Chunki masalan men o'zim borganman. Har tomondan bilan hamdan konsultgan tabiiy shu joylardadirsiz. Har yili ya'ni kim cho'zishga yashashga ishlashga yetyapsiz. Mana masalan ben borib turdim. Bizda ba'zi ishlar balki bu tomonda qanday biz bilmaymiz, O'zbekiston. O'zbeklar shundoq muloqotlarni qatlarda ko'proq. Men bilan o'ljalar bor, mana Qashqarda, Izmir, yana qatlarda. Umuman ko'p narsa unchalik. Yo'q, bor. Masalan, hatto Andijonliklarda edi. O'zbeklar o'rniga Andijonliklar. Shikoyatni qilib qo'ydi buni o'xshash. Andijon mahallasi deydi, ammo O'zbek mahallasi demaydi deydi. Mana kadonma shikoyat. Bular O'zbeklar. Ha, 15 ta O'zbekni tepibdi hamda nima bo'lmasa. Toshkentda men tomoshabinlarga ham aytishim mumkin. O'zim o'zbeklar turib, mana ruscha gaplashamiz. Hammasi poytaxtda, ruscha. O'zbeklar turib gaplashamiz, yoshlar. Mana gaplashamiz ki ruscha gapiradi. Nima yo'qsa, biz uyimizda bunaqada ruscha gapiradi. O'zbek tilining o'zi, aql madaniyati ruscha. Kimga o'zimiz? Bizlar ko'rib ma'qulsan. Mayada men to'xtab turib bir yig'iz gap qilay, men Murodjon deyotdi, bizning O'zbekistonda O'zbeklarni o'zaro o'tirib ba'zan o'ris so'zlashib solamiz, ammo sizlar o'tirib buda qilmaydi ekansizlar desa, yo'q, buda ishlar yo'q deb shunday dedi. Men Murodjonga deydiganim, biz Uyg'urlar sizga o'xshash odaq tebosh emas, sarang emas.
Biz har qanday mustamlikaning ostida tursaqmi, Uyg'ur tilini Uyg'urlar bilan Uyg'urlar Uyg'urcha so'zlashimiz. Har qanday Uyg'ur tilini bildigan Uyg'urma hech bir zaman vatanda aslan minkoxon bo'lganlarmi Uyg'urlarga Uyg'urcha so'zlamaydi biz bildigan vaqtning o'zida. Hozir qanday bilmaymiz, ammo minkoxon deyotgan Xitoy tilida o'qigan Uyg'urlarma bir-biriga Uyg'urcha so'zlashida Xitoycha so'zlamaydi. Chunki Uyg'urlar Xitoyni yaxshi ko'rmaydi. Muratjon, siz o'rislarni Xudoning o'rnida yaxshi ko'rsiz. Shuning uchun mustaqil bo'lib hozir 30 yilni eshib ketgan vaqtingizdami, ana siz qaqshayotsiz. Yaxshi ko'rganligingizdan bir ishg'oliyatchini, Rusga o'xshash ishg'oliyatchini yaxshi ko'rganligingizdan mustaqil bo'lgandan keyin yoshlaringiz bir-biringizni tujmay bilmayli o'tirib, mana shunday o'rs so'zlab soldi ekansiz birlaringizga. Siz ishg'oliyatchini yaxshi ko'rsiz, farq biz ishg'oliyatchini yaxshi ko'rmaganlikdan biz bir-birimizga Uyg'urcha so'zlaymiz. Siz bir-biringizga o'rs so'zlaydi ekansiz. Mustaqil bo'lib turibmi? Bizde yo'q deydi. Demak, yo'qni biz Uyg'ur so'zlaymiz demakchi yoki yo'q buzilib ketgan asrqadagi o'zbekcha so'zlaymiz demakchi. Boshqa Amerika va G'arbiy ommaviy axborotlar Xitoy hukumatining shunchalik siyosatini ta'qib beradi. Shunda genotsid va majburiy mehnat amratgan holda Xitoy hukumati Shinjon Uyg'urlari va boshqa etnik voqiflarga o'z kuchlaridan foydalanishga ruxsat bermayapti deb ta'kidlamoqda. Biz degan bir gap shu. Shinjonlik va o'zbek millati vakili sifatida bu xabar haqiqat deb o'ylaysizmi? Xitoy hukumati oshlilarning tillari, madaniyati va tillari, huquqlari, manfaatlarini himoya qilish uchun qanday choralar ko'riladi? Sizning tadqiqot jarayoningiz ushbu choralar tartiblarida qanday rol o'ynaydi? Men yana qo'shimcha o'taman. Mana biz Google kiramiz, YouTube kiramiz. Shinjon Uyg'ur maktabi bir xil narsa. BBC, Amerika ovozi, Ozodlik radiosi va boshqa qanday kam sonli millatlar qiynalmoqda, lekin o'zbeklar yozsangiz Uyg'urlar chiqadi. Umuman mana shunaqa o'zbek yozsangiz Uyg'ur chiqadi deydi. Google shunda qo'rlashtirgan dunyodagi aqliy kuchlar. Uyg'urning zimini bo'lgandan keyin o'zbek yozsangizmi Uyg'ur chiqadi. Endi agar savolim unaqa bo'lgan bo'lsa, yo'q o'zingiz ko'rib turibsiz. Masalan, bugun bu masalada davlat tili ishlatamiz deb qo'ydilar. O'zbekistonimizda ona tilimizda yo'q. Endi bizniki sabab nima? Holatimiz tarqoqmi? Muammo bir yerda gavjum emas. Shuning uchun gavjum qilishga to'g'ri kelsa, gavjum degan bir yak yig'ilmagan demakchi. Boshqalarni qilish mumkin. Endi hozirgi shu sababli ammo bizning tilimizga, urf odatimizga chek qo'yilgan. Ko'rdingmi, isbot beryapti. Yo'q, hech qanday cheklama deydi. Xabar bo'lsa, oldinchi bo'lmagan faqat o'qiyman. Buni deydi, mana sen Xitoy hukumati musulmonlarni shunaqa qilyapti ekan. Ayolim maktabda dars beradi. O'zbekiston davlat ma'oshanalariga maktabda dars beradi, ayollarga xitob o'tiradi. Lekin musulmonlar so'raydi. Qanday javob berishni bilmayman, nega bular qiziqsam. Sababi bugungi kunda ommaviy bahs munozara ketyapti. Xuddi bir yaxshi narsani men qora deyish niyatim yo'q, yoki qorani oq deyish niyatim yo'q. Qanday bo'lsa shuni deb analiz qilish niyatim bor. Savol mani qiynayapti. Yana so'rab bo'lmaydi, to'g'ri tushunmayman. Endi mana aytmoqchi bo'lganim o'zim inson narsani qolganiga yana Ahmadjon Dangarish bo'ldi. Endi bu G'arbning kifoyatini siz aytdingiz. Masalan bu New York vaqti dizide, Washington Post dizide, BBC, Amerika ovozi degandek G'arbning qarab qo'llari. Bu faqat bu yakın tutumlaşı varlığından Şinjan'daki bu millet etkileri meselesini kötü çıkarmaz. Buna uzak bir vaxtlar bo'lib ketdi. Bu zamanda qarasangiz, Cumhuriyet Cumhuriyeti qurilgan 1949-yildan boshlab hozirga qadar Amerika boshchiligidagi g'arbga qarshi kuchlar bor. Bu
teşkiliyesi bir ayak Rabia Kadir. O Amerika'da. Ve Amerika'da bir hizmet veren çıkan Cumhur Amerikan Müslümanlara diyalog bir kataran var, bir şey bana bağlamakımızda. Ben bir ilasını istedim. Amerika, yani aşağıdaki mesela Cumhur kaç yapmışlardım, ulan içeride yardım verirken, ulan sahne hazırlat verirken, Gördün mü? Bu tarz bunu arkalık, Cumhur'un... Tipik Xitayning o'g'irlashtirilgan Xitayning tashviqotini qilyapti. Milletlerin tutmamakla, cemiyetinin tinch amanlıqla, ziyan yetadigan haber bo'lsa, yani yalgan to'qib, yardımcısını köktürüp, yardımcısı şu böylelerden halkara cemaatçilikten teklifini tartışırken, şu bir jasad toplam elan kılan yazıda nihayet köktü. Mesela şu Rabia Kadir'in en vaktideki küçük boşluğundaki aksaraylık karıştırıldık. Məlum. Demiş görüşüyle diyen, o nedir, onun kötüre çıkış artarı, Şekerden Şincan'daki bizde ortamda güçler var, güçlerimiz. Gördün mü? Bölgen güçler, milli bölgen güçler, dini eser bir güçler. Buradan İslam'ı bayrak konur, yani İslami tonu oynayıp durup, dini eserleştirmişti para bizden. Yani birisi zorlarla terör güçler. Gördün mü? Hem şulardı, onun karşıları, asıl verdi. To'g'rasidan bo'lmasa, demak, asosiy savolim shundan iboratki, sizlarda hech qanday aloqasi yo'q. Ana, ko'rdingmi? Bunda hech qanday ish yo'q deydi. Bunun adli bir misali, Şincan Uygur Abdullah'ında hazır 24.480 mescid var. Şincan'da. Mescidden Qag'inni anglasanglar, yana shunday gap. Men kesib elib buniki Qashqarga borgan, har turli keladi, har turli ziyoratni qayir borgan, mushada. Bu bechora shunda jafo tortib, masalan, Qashqarningki Anjan ko'chasiga kirib turib, hamda o'zbeklarni topolmaydi. Ko'chadagi odamlardan so'rab, bu Anjan ko'chasiga siz o'zbekmi degan vaqtingizda, yo'qmi, o'zbek emassiz. Bu yerda o'tirib o'zbeklar bormi desa, yo'q bu yerda deb shunda deydi. Endi bu bundaq faoliyatni u yerda o'g'irlashtirolmay ish qilib, boshqa yerdan tepib chiqib, shu o'zbeklar jamiyatiningki odamlarini bir yerga yig'ib, shunda qurib bergan o'zbek jamiyati bor ekan, hamda shu jamiyatning odamlari mening bilishimcha ashlarni yig'ib, ashada bu yolg'ondan sahnani o'g'irlashtirib chiqirdi endi. Ko'rdinglar, ana deyotgan gapida Amerika g'arb dunyosi qo'llaydi, uch xil kuchlarni ashada Amerika Yevropada qo'llaydi deb o'tirib, bunda xuloslab deydi Murodjon, "Zadim shunda ishlar bormi?" degandagida, bunda narsa yo'q deydi. Demak, bu yerda bizning bayatliq deyotgan gapimiz shu qarindoshlar. Endi o'zimizning tuprog'imizda yashayotgan shu o'zimizning qarindoshlarini boshqa O'rta Osiyo davlatlaridagi o'zbeklar, qozoqlarni ziyorat qilish orqali mushu masalalar yo'q. Irqiy qirg'inchilikni tipik bu yerda deydi. Genotsid degan gap o'roschada irqiy qirg'inchilik degan gap qarindoshlar. Genotsid bormi yo'qmi degan vaqtimizda xulosalab o'tirib deydi, bundaq ish yo'q. Uch xil kuchlarga qarashtirish masalasi bor deb shunday. Demak, bu yerda siyosat katdi. Bu ashundoq o'g'irlashtirayotgan ishlar vatandoshlar hamdi. Shuning uchun meniki ko'pchilikka deydiganim bu hayron qolarlik ish bo'lmaydi. Biz ilgirdan tortib suhbatlarimizda deb kelgan paltining sepi yog'och, palt keltirib yog'ochni chapudi degan. Bizniki u Xitoy bizning bu qarindoshlarimiz bo'lsa, shu paltining bir sepi bo'lib turyapti endi. Bular yana davomli u yo'lini qiladi, chunki ular qaz bo'lib ketdi. Xabaringlarda bor ana Xi Jinping birinchilab o'tirib 3 yillik Xitoyning virusidan tashqi dunyoga chiqolmagan Xi Jinping apandim ninki tunji qator o'tirib O'rta Osiyoga ziyorat qilishi o'zining tipik strategiyasining nima ekanligini ko'rsatadi. Ayni vaqtda biz suhbatlarimizda deb o'tgan. O'rta Osiyo bu Ruslan Xitoy o'tirishidagi bir tanishish nuqtasi. Undaqkan xalqaro bir signal berish bilan birga undaq bo'lgan bo'lsa, mening ish qiladigan yerim shu degan gap hamdi vatandoshlar. Ko'rdinglarmi shundaq ishlar? Biz nima deymiz? Yana jamiyatga bo'lsak bo'lmaydi vatandoshlar. Ilgari Turkiyadan chiqdi mana shundaq ishlar. Turkiyaning matbuotlarida doim so'zlab ketdi. Yo'q, bu Uyg'urlarga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalasi
G'arb dunyosining ishi bu. G'arb dunyosi mush masalalarni ko'tarib chiqdi deb Turkiyaning mediada haqji degan Uyg'urlar u yerda namoyish qilib, qanday bo'lsa ota-onalarimdan tortib urug' tuqqanlarimiz nega yo'qolib ketdi, qilyotdi deb o'tirib, ashundaq chiqib olgandan Turkiyadagi o media sohasiga chiqib olgan siyosatchilar bo'lsin, Xitoyning puliga ishlaydigan siyosatchilarniki bu ishi butunlay og'zi besqib qoldi. Eng oxirida Çavuşoğlu'ma dinma parlamentlarda kuchlik savollarni so'rgan vaqtning o'zida öz ağzı bilan e'tirof qildi yani. Shu davlatni e'tirof qilib biz boshqa davlatlar bilan birlashib Uyg'urlarning masalasini yeyishga harakat qilyapmiz deb o'tirib öz ağzı bilan tan oldi vatandaşlar. Demak, bu yerda millatimiz ashlarga kelgan vaqtning o'zida Turkiyaning medialaridan mushundaq chiqqan vaqtida sukutda yotmagan. Sukutda yotmay ularga jalliq inkoslarni qaytargandan keyin Turkiyadagi Xitoyga ishlaydigan media organlarima eng oxiri o'ltirib og'izni hozirgi vaqtning o'zida vaqtliq besib oldi desak bo'ldi. Ham buning birisini og'zini bostirib o'ltiribdik. 50 necha sarangni apirib u yerda uning kelgan chaqda, ya'ni millatimiz buning nisbatan dodixozga yetkizgidek inkoslarni qaytarib o'tibdi. Hamda bu yerda o'zbekistonlarni o'ltirib ziyorat qilsa bo'libdi, qarindoshlar. Yana desak, yana shu vatandoshlar irqiy qirg'inchilik, Uyg'urning irqiy qirg'inchiligi. Bundan keyin mushundaq yana takrorday o'zbeklarni u yerga olib olgan bo'lsa, undan keyin o'ltirib tojiklarni mapirdi, qirg'izlarni mapirdi, tungallarni mapirdi, u yerdan tepib o'ltirib o'shani bevosita ziyorat qildi. Sharqlik bundaq yo'q, irqiy qirg'inchilik yo'q degan gaplarni Xitoy boshqalarning og'zi orqali vujudga chiqarib, g'arb dunyosi yo'layotgan bu davoni, ya'ni Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik davosini yo'qqa, nolga chiqarmoqchi vatandoshlar. Shuning uchun men ko'pchilikka deydiganim, masalalarni ko'rgan vaqtimizda ostiga to'xtamasdan inkos, ya'ni to'xtab qolmanglar vatandoshlar. Bu uzun muddatli kurash. Inkoslarni nim qilib yezinglar, jalliq inkosni yezinglar. Raddiya qaytaringlar, javob beringlar. O'zimizning haqliq davosidan voz kechmanglar vatandoshlar. Irqiy qirg'inchilik davosi bu bir haqiqiy davo, to'g'ri davo. Bu bir qon davosi, millatning o'ylayotgani rost vatandoshlar. Atil mustaqillik erishib ketsak yaxshi, qanchalik davomlashadi biz bilmaymiz. Ammo mush jarayonning o'zida biz mushunday chuprand axlatlarga davomli va takror javob qaytarishga, so'zlashga biz majburmiz vatandoshlarimiz. Shuning uchun vatandoshlarga deydigan so'zim oxirida, vatandoshlar irqiy qirg'inchilik davosidan men voz kechmasliginglarni, ya'ni tik turishinglarni men talab qilaman, tevanchiliklarni talab qilaman vatandoshlarimiz. Irqiy qirg'inchilik Uyg'ur bo'layotdi, irqiy qirg'inchilik Uyg'ur qirilyotdi deb turib, yana bundan keyin shunday menishinglarni yana tavsiya qilaman. Burun tavsiyaga o'xshash yana tavsiya qilaman vatandoshlar. Biz boshqa millatlarni o'ltirib, men bunday deganligim bizning boshqa vatandan chiqib irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb o'tirib guvohlik bergan o'zbek bo'lsin, qozoq bo'lsin, qarindoshlarimizning hammasi o noktada ko'zini yummaydiganlik emas. Hammaga isbot qilgan vaqtimizda Uyg'urlar qirilyotdi. Bu yerda asosli qirilayotgan hammasigidek Uyg'urlar deb turib bu yerda guvohlik berdi vatandoshlar. Shuning uchun biz shunday siyosatda oldinib ketmaslik uchun o'zimizning shunday pulga setilgan qarindoshlarimizning yonida kelib pichoq silishni oldini olish uchun qarindoshlar davoni to'g'ri olib berishimiz kerak oxirigacha. Davo Uyg'urning irqiy qirg'inchilik davosidir vatandoshlar. Davo Uyg'urning mustaqillik davosidir vatandoshlar. Davo Uyg'urning zaminini Xitoy hokimiyatidan qo'g'lab chiqib, zaminni o'z qo'liga olish davosidir vatandoshlar. Davo Uyg'urning egilik huquqini asli keltirish davosidir vatandoshlar. Biz ilgari deb o'tib ketgandik, vatan qo'shilgan millat tang davlat degan davodir vatandoshlar. Ko'rishchaman bo'laylik. Keşliğinlerine tekrar hayırlık buluşunu ümit kılmaya qarindoshlar. Xo'sh.